Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga namliq programmamizning 29-sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, har bir kundan boshlab boshlagan bu muborak programmamiz Allohning rahmati bilan oxirgi kunlarda turyapmiz. Ati bir kun qilsak tugaydi bu programmamizmi? Albatta xilma-xil temalarda to'xtaldik. Rabbim Alloh subhanahu va taolo bu rahmati yomg'irdak yig'ayotgan mushu muborak soatlarda, minutlarda ayrilish oldi turayotgan bu ulug' Ramazondan har birimizning gunohlarini mag'firat qilgan, kechirilgan shaklda o'zi rahmat qilgan ashu baxtli bandalarning qatoridan qilib bu muborak hayitni xushal xuramliq bilan o'tkazishga nisib qilishini Allohdan tuvanchilik bilan so'raymiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, biz tunugun e'lonimizda bergandek, bugun aziyatning xatiri haqida paranglashganligimizni aziyatning xatiri haqida suhbatlashganligimizni e'lon bergandik. Albatta bu tema aziyat, ya'ni har bir kishi e'lonni ko'rgan hamon normalda aziyat degan hamon har xil ishlar kallamizga keldi. Asosiyatdan köpüncüsü normalde insan kılıvatkan aziyetleri, azar berişler, degandek davamlıq kündülük turmuşumuzda köp uçuraydıgan hukum derhal zihnimizge bu kilodamdı. Bu şundaq bir kengri dairini öz içi aldığan bir Müslümanın hayatı da fakatlam Müslümanlar oturustaki şahsi aileçideki birbirine aziyet berdiğan hukumunu da emez, belki bu onundan mı eşip hayatımızdaki turmuşumuzda bir Müslümanın Allah'a bağıça, Peygamberge bağıça aşı dairede mi Peygamberge kandak aziyet bergen buludu. Kandak aziyet bereleydi bir Müslüman. Hatta Rabbi yaratkan Allah'a kaysi işini kılsa aziyet bergen buludu. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde nurgulluğan mezmullah sözlündü. Kısa bir programımızda elbette bunun bütün hem umumi ma'nilerini anlatıp buluş, düşündürüp buluş mümkün emas. Şundaq bolsa bu programımızda bu hukumni bir düşünüp öteyle vaqtimizning yetkince deb huzuringlarda o'tiribdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi tadqiqot markazi mudiri Muhammad Yusuf Qarajim taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqalib qilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Ustoz, unda bo'lsa, bevosita programmaga kirib ketsak, haqiqatan deganimdek nihoyat bir keng to'xtalishga tegishlik bir mavzu amaliyotda bu aziyat masalasi. Shunga bugun biz aziyatning xatiri deb bu mavzu qo'ydik. Vaqtimiz yetgancha bir tushuntirishga tirishaylik. Oldi bilan aziyat degan nima? O'sha umumiy jihatda o'z ichiga oladigan hukmlarni qisqa bir shaklda tushunib beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aldı bilen barlıq körürməllərinki və bütün musulmanlarınki şu Ramazan'ı günahları mağfiret kılıngan, duaları icabet kılıngan, ibadetleri kabul kılıngan halette çıkışını ve yaxşı heyet ötküzüşünü tileymen Allah Teala'dan. Əziyyət degen əmdi üzü qısqa mənisi çoğun bir söz əmdi. Əziyyət əmdi bizdə azar beriş, depmi qo'lun degan aziyat degan gapmi bor. Endi o'sha aziyat endi ma arab tilininki lug'atida aziyat birovga zarar yetkazish yoki uni rohatsiz qilish, bearam qilish degan ma'noda endi aziyat degancha endi ish qilib bir yaxshi narsa emas, bekimlarni rohatsiz qiladigan yoki ziyon yetkazgan, ziyon yetkazilmagan taqdirdami bearam qiladigan shunday narsa. Xo'sh. Alloh razı olsun. Endi diğerlerdeki hem de inşallah vaktimiz bir bunç suallarım var. Vaktimiz yetkençe inşallah toxtuluşup tirişeyle. Aldı bilen onda olsa insan özü kandak ziyan yetküzüdü. Yani insandan normalde özü ziyan yetküzmeslik gerek. Dini hukumdan, İslami hukumdan etken vaxtıda
qaysi ishlarni qilsak o'zimizga ziyon yetkazgan bo'lamiz? Masalan, inson o'ziga aziyat yetkazadi yoki o'ziga zulm qiladi yoki o'ziga ziyon yetkazadi deganning hammasi hamda insonning shu Alloh taolo belgilagan qonuniyatdan chiqib, Alloh taolaning ikki qonuni bor. Biri shariat qonuni, qilma deganda, buningki mukofotini yoki jazosini oxiratda beradi. Biri tabiat qonunida, mushunda qilsang hayoting yaxshi bo'ldi, ziyon tortmaysan, ko'ngillik o'tsan, xotirjam o'tsan deydi masalan. Tabiat qonuni yuruqdan yetib, atdigan qo'pishga o'xshash masalan, badanni chiniqtirishga o'xshash, tomoqni to'ygan to'qliq ustiga tomoq yemaslikka o'xshash. Demak, mushundaqliqi nurg'un bir qoidalar bor. Masalan, Alloh taolo kechini nima uchun aram elish uchun yaratdim, kunduzni maishat uchun yaratdim deydi. Shunga masalan insonlar uni ta'tirishga qilayotgan ekan, u Alloh taolo qo'ygan qonuniyatga, tabiatda Alloh taolo qo'ygan qonunga xiloflik qilgan ekan, insonlarningki beshigan nurg'un kasallik masalan shekar kasali deymiz, qon besimi deymiz, yo uningdan boshqasi deymiz, ayda burunqi ota ajdodlarimizni ko'rib boqmagan ayda nasl paydo bo'lmasdi. Demak hamda inson Alloh taolaning yo'lidan chiqqan ekan, shariat qonunidan va tabiat qonunidan ikkilisini Alloh taolo belgilagan, ikkilisidan chiqqan ekan, dunyolikni, oxiratlikni ikkilisini xarob qildigan gap. Ikkilisiga ziyon yetkazadigan gap. Inson shunday qilish orqali Alloh taolaning qonunidan, cheklamasidan, sizib bergan siziqidan sirtqa chiqish orqali, xiloflik qilish orqali o'ziga ziyon yetkazdi va o'ziga aziyat berdi, o'ziga zulm qildi. Uchalasi bo'ladi endi shu. Hamda aziyat hamda onun için yenikroq aytilgan bir gap hamda aziyat hamda. Ama bu şu zulm bilan billa barabar keldi. Çünkü aziyat bu haqsiz holda o'zini asrash kerak bo'lgan holda inson o'zini asrashi kerak ku. O'zini suyishi kerak inson. O'zingni suyab, o'zingni asrab, o'zingni yaxshi himoya qilgan vaqtida ibodatni joyida qila olaysan. Alloh taoloninki buyurganlarini qila olaysan. O'zingni tashlatmaslik, asrash kerak. Uning aksicha inson o'ziga shu Alloh taolo qilmang degan ishni qilib, Alloh taolo qonuniyat bekitgan ishning ta'tirisini qilib, masalan, ayda qilgandan keyin inson o'ziga o'zi aziyat berdi, undan keyin o'ziga o'zi zulm qildi, o'ziga o'zi ziyon yetkazdi shu. Demak, yo'ldan chiqish orqali, Alloh ko'rsatgan yo'ldan chiqish orqali o'zingiz ziyon yetkazasiz. Masalan, bir poyezd ketib bordi o'zining relsda, bu poyezd o'zining relsidan chiqasi qanday oldi, halok bo'ldi shu. Inson bu shunga o'xshash. Musulmonning hayoti ibodat. Musulmonning hayoti, mu'minning hayoti ibodat. Hamma ishi. Hamma ishi. Chunki va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun, ya'ni men inson jinni menga ibodat qilsin uchun yaratdim degan oyatni mufassirlar men ko'rsatgan bo'yicha, men buyurgan bo'yicha meningki yo'lamda menib, men cheklagan va ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirgan odam, cheklagan ishlarni yiroq qechib, men buyurgan ish bilan shundoq qilib, shundoq hayot kechirgan odam menga ibodat qilgan bo'ldi deb tafsir qildi mufassirlar. Anda o'g'angan bir mu'minninki uxlashimi, tomoq yeyishimi, dam olishimi, sayohat qilishimi, ishlashimi, harakat qilishimi hammasi ibodatga kirdi. Umumiy ibodat. Agarda u niyatini Alloh roziligi uchun qilsa va Allohning ko'rsatgan chegaraning ichida bo'lsa, ikki shart bilan. Alloh razı olsun. Ustazimda shu Qur'oni Karimda albatta nurg'unlagan ya'ni tilga ilindi. Masalan, innallazina yu'zunalloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya val axira va a'adda lahum azaban muhina. Masalan, bu oyatda Allohga va rasuliga azar berguvchilar, aziyat yetkazguvchilar, Alloh ularni dunyo va oxiratda ularga la'nat qiladi. Ularga noiti alamlik bir har qilg'uvchi azob bor deydi. Bu yerda bir inson qandaqsiga Alloh va rasuliga aziyat yetkazadi. Normalda buni darhol insonning aqliga bu keldi. Buni qanday tushunasiz? Endi shu oyatni mufassirlar Alloh taolaga bir inson Alloh taolaga aziyat yetkazdi, ammo zarar yetkazmaydi. Ama insan aziyat yetkazdi degan gap, yani. Aziyat yetkazdi degani hamda Alloh taolo xohlamagan ishni qilib, Alloh taolo buyurmagan ishni qilib, Alloh taolo man'i qilgan ishni qilib, Alloh taologa osiylik qildi degan gap asli. Alloh taologa aziyat yetkazdi degani Allohga osiylik qilib, Allohga xiloflik qildi, buyruqqa xiloflik qildi. Yoki shirk bilan, yoki
küpür bilen, yoki şükürsüzlük bilen, yoki gunoh ma'siyat bilan, yoki Alloh taolaning bandalariga zulm qilish bilan, ayda qilish arqali, chunki buning hech qaysini Alloh xohlamaydi ya. Alloh xohlamagan va Alloh taolo man'iy qilgan ishni qilish orqali Alloh taologa aziyat yetkazdi. Norozi qildi demoqchi. Norozi qildi degan ma'noda aziyat yetkazdi, ammo Allohga ziyon yetkazolmaydi. Boshqa bir oyatda ya, la yadurulloha shay'a deydi. Masalan, kofirlarning murtad bo'lib dindan chiqishi, andin yomonlik qilishi u Alloh taologa ziyon yetkazolmaydi deydi. Lekin Alloh taologa aziyat yetkazdi. Aziyat hamda oyatda aziyat yetkazdi. Ammo bu aziyat biz tushungandek ziyon yetkazoladigan aziyat emas. Allohga hech kim ziyon yetkazolmaydi. Ammo buni bandiga degan vaqtida bandiga bikim aziyat yetkazish orqali ziyonni yetkazoladi. Ammo Allohga qilolmaydi. Mush so'zlayotganda shu narsa esimga keldi halqa. Ya'ni Rabbimiz bizlarga bandasiga shunchalik kuyimchan, shunchalik bizga ko'ngil bo'ludiki, u bekitgan, u buyurgan ishlarni qilmagan vaqtida norozi bo'ldi, bandasi buni aziyat yetkazganlik qatoridan sanildi degan. Muşun dal aksiga masalan bir gunohkor bir bandasi tövbe qilsa, Alloh shu bandasining tövbesidan shunchalik xo'shal bo'lib ketadigan bir hadis bormi? Hatto cho'lda shu at uloqlari yemak ichmaklar yo'qolib ketgan, endi o'ladigan bo'ldim deb o'ltirgan vaqtida, umidsiz o'ltirgan vaqtida oldiga kelsa, xuddi xo'shallikdan hatto xo'shal bo'lib, Rabbimni Alloh taolaga duo qilib, sen mening bandam, men sening Rabbing deb soladi, almashtirib soladi. Shunda Alloh o'sha odamdan ba xo'shal bo'ldi deydi banda. O'sha odamning xo'shal bo'lib ketgandan bakrak bandasining tövbe qilib o'ziga qaytganligidan xo'shal bo'ldi. Demek ki muhim bir mavzu dedi mesela Allah Teala o'zininki yasoqlarga xiloflik qilgan, cheklimaga xiloflik qilgan bir bandasiga xiloflik qilsa, Alloh taolaga aziyat yetkazgan bo'ldi bu desa, xuddi Alloh taolaga qilchi ziyon yetkazolmaydiganligi aniq shunaman. Lekin mushu bandam o'ziga o'zi ziyon qilib, o'ziga o'zi zulm qilib, o'ziga o'zi ziyon yetkazib, hozir aziyat yetkazib, yomon qildi deydi. Demek Allah Teala'nı rencitidi, yani Allah Teala'nın g'azabiga uchraydi degan bo'ldi endi. Bunu da Allah'a qilchi ziyon yetkazolmaydi. Mesela bir doktorning bir reseptini desak endi, mesela bir insonlarga kasal bo'lmasligingiz uchun, ya kasaldan saqlashingiz uchun, yoki shunday tan salomatlikni oxirgacha saqlashingiz uchun bunda qilasiz, anda qilasiz, bunda jadvalni yozib bergan bo'lsa, retsept. Buni endi biz qilsak özümüzge paydası var şunda ben. Eğer kılmasak ona, o doktorga biz ziyan bulmaydı ki o. O ziyan bulmaydı o. Biz özümüzge payda ziyan özümüzge buludu. Eğer hem de mesela burada bir kılmasak sizden diginizde ben kılmadım dese biraz hem de kapılap kaldı hem de o. Çünkü bir nersini yazıp bersem kılmaptı bu ahmak adamken bu değil hem de o. Şuna okşaşlık yapamdı. Ziyan yetmeydi o. Şu elbette. Hem bu sözlerden yani bir hadis kudusu var o ey bendelerim. Eğer sizlerden evvelonlar yani Adem Aleyhisselam'ın ta ahirgisi hemminla bir onda bir tupraqning üstündeydi bir şey kilip dünyadaki en takvadır insan bu kessanlar benim ilahligimga Rabb ekanligimga qilchilik narsa qo'sholmaydi. Hemminlar kafir bu kessanlar mening ilahligimdan zarlichilik bir narsani kamaytamaydi degan narsani ifodalab berdi. Demek ziyon yetkazolmaydi bu. Aziyat beraleydi Allohga, ammo Allohga ziyon yetkazolmaydi. Lekin bandasiga belki yaxshi ko'rganlikdan o'ziga qaytgan bandasiga ashunda xo'shal bo'ldi. Ashunda xo'shal bo'ldi. O'ziga asil qilgan bandasiga shunchalik ya'ni achchig'i keldi endi. Nechqa bu unda qilmasa bo'ldi, o'ziga zulm qilmasa bo'ladi dedi. Endi bu yerda payg'ambarga azor berish uchun aziyat berish. Endi payg'ambarga aziyat berish o'z vaqtida masalan ba'zi payg'ambarlarni Yahyo alayhisalom, Zakariya alayhisalomning qismini anglaymiz masalan o'ltirib atgan masalan. İsa Aleyhisselam'a ziyan yetkazgan, Musa Aleyhisselam'a ziyan yetkazgan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ziyan yetkazgan, aşı Taif'e çıqqanda aşı taş etip putlarını qan qilib atqan mesela ziyan yetkazgan ameliyatda. Müşrikler ziyan yetkazgan. Çünkü insan bo'lganlik itibarı bilan aziyat yetkazgan, şu aziyat orqali aziyatga ziyan yetkazilgan. Endi hozirgi zamanda Rasulullah yo'q endi ketdi. Endi hozir qanday ziyon yetkaziladi desek, Rasulullahning sunnatini inkor qilganlar chiqdi-ku. Birinchi bo'lib shu ziyon yetkazganlar, endi aziyat berganlar. Aziyat berganlar. Endi hozir ziyon yetkazolmaydi endi. Aziyat yetkaziladi. Chunki Rasulullahni tashat qilib, mushriklar tashat qilib Rasulullah yo'q hozir endi. Endi o ziyon yetkazdi desek hozir bunu inkar qilsa Rasulullohga bir ziyon bo'lmaydi uning bilan. O'ziga ziyon bo'ldi, lekin Rasulullohga hurmatsizlik qildi, aziyat yetkazgan bo'ldi. Uningdan boshqa Rasulullohniki yo'lida mangmagan. Masalan, men
musulmon mu'min deb qo'yib payg'ambarimizning yo'lida mangmagan odam Rasulullohga aziyat yetkazgan bo'ldi. Chunki Rasululloh bir ta qiyomatgacha yaxshilikning ulgusi, butun go'zallikning, go'zal axloqning birdan bir obidasi endi masalan. Qur'on Karimning haqiqiy tarjimoni, haqiqiy tatbiqoti Rasululloh. Endi Rasulullohning yo'lida mangmay, qaysi yo'lda mangmoqchi endi. Rasulullohning yo'lida mangmagandan keyin bu Rasulullohga aziyat yetkazgan bo'ldi. Rasulullohga ziyon yetkazolmaydi endi mana. Albatta. Ustoz, endi shu oramizdagi insonlar o'rtasidagi masalaga kelsak, albatta har qanday bir jamiyatda bo'lgandek, musulmonlar ichidami nihoyatda sökülgan, qilmas bir-birimizga aziyat, azar berish masalalarini qilmasligimiz kerak bo'lgan nurg'un oyat hadislar bordi. Qur'onimiz shu kishilar o'rtasidagi, insonlar o'rtasidagi aziyat berish masalasiga nima deydi bu haqda? Musulmonlarga, haqiqiy mu'minlarga ziyon yetkazish gunohi kabiracha, aziyat yetkazish. Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Vallazina yu'zunal mu'minina val mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana va isman mubina" deydi. Ya'ni mu'min erlarga va mu'min ayollarga begunoh holda, ya'ni sababsiz holda aziyat beradiganlar çoğun bir günahını üstüge ağam buldu. Fakat ihtamalı buhtana ve isman mubina deydi. Çoğun bir töhmetni, yani haksız alınım kılgan iken çoğun bir töhmetni ve eğer çoğun günahını üstüge aldı deydi. Hem de müfessirlerden Abdurrahman ibn Nasir Sa'di deydi şu ayetin tefsirde. Bir müminge, yani Allah'a imanı bağ kişiye ziyan yetkisi şunda eğer çoğun günah boğayada, günahsız bir müminge aziyat berish qatma-qat gunoh deydi. Endi İbn Rajab, Allama İbn Rajab deydi, mu'minga, bir musulmonga, Allohga iymon etgan bir er olsun, ayol olsun, cho'ng kichik olsun, uningga ya so'z bilan yoki qiliq bilan yoki har qanday bir vosita bilan uningga aziyat yetkazgan odam gunoh kabira sodir qilgan bo'ldi deb keskin ashunday aytilgandi. Günah kebiri degan hamda günah kebiri halak qilguvchi günah degan gap. Normaldagi gunohlarimiz masalan 5 vaqt namoz orqali, ta'rif orqali mag'firat qilinib turdi masalan. Ba'zan tövbe qilmasaq ham ketadi. Ammo gunoh kebirga illa tövbe qilish kerak. Masalan gunoh kebiri degan Allohga shirk keltirish, ota-onasini qaqshitish, jihad maydonidan qochish, Rasulullohning sanab berganlar hamda. Hali pak ayollarga tuhmat qilish, qaralash deganga o'xshash ashunday bir 7 turlikmiki sab'a mubiqat deydi, ya'ni 7 halok qilguvchi 7 gunoh deb. Shu gunohdan qatoridan sanaydi ulamolarcha shu kishilarga aziyat berishni. Chunki oyatning ichidagi pak ayollarga tuhmat qilish aning ichida bor. Pak ayollarga tuhmat qilish harom bo'lgan yerda pak erlarga tuhmat qilish harom emasmi? Shuning ichiga kirdi bu mamda. Umur uchun gunohlardan sanıldı. Hem de bu musulmonlar diqqat, nurg'un odam diqqat qilmay kelayotgan bir mas'uliyatsizlik bilan muomala qilinayotgan masalalarning birisicha bu aziyat degan inson masalan bir insonga aziyat qilgan odam mayli gap bilan bo'lsin, mayli so'z bilan bo'lsin yoki siz bir ishga yaramaysiz yoki sizning bir foydangiz yo'q yoki siz onchilik odam emas yoki siz bir ishni qilolmaysiz yoki siz degan bir quruq gap qilsiz deganga o'xshash masalan bir og'iz shunday bir normal odatdagi bir gap bilan bu gapni aziyatni qilib qolib odam unutib qoldi. Lekin anglag'uvchi odam o necha qatim yostiqqa qancha qatim beshini qo'ysa shuncha qatim o'ylaydi, qalbi azoblandi, bearom bo'ldi, bir ishni yaxshi bir ishni qilishga bel bog'lagan vaqtida kallasiga u kelib olib, uni ba'zi umidsizlikka nima qildi, vaqtini oldi, mashg'ul qildi. Bu shuni hammasining hisobi yo'qmi Allohning oldida? Hammasining hisobi barcha shu. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shu. Har qanday bir so'zni qilsin banda cho'qim uningki yezib turadigan farishtalar uni kontrol qilib kuzatib turadi deydi masalan. Ayda yezib tursa buni, mushuning hammaning birdan bir hisobini biritgan gap. Mushu tiniqninki hisobini bergandek hammaning hisobini biritgan gap. Lekin endi insonlardagi taqvolikni uzoqlashgandan keyin bu taqvolik mas'uliyat tuyg'usi ojizlashgandan keyin bizning ibodatlarimiz bilan Allohga tavba qilsak Alloh kechiradi deb mudaq cho'chirni xam sanaydi. Lekin insonlarga qilgan aziyatni Allah Teala bende üçün küçürep vermeydi herkes. Allah özünün emrige hitaplık kılganlarını, kılma diyen buyrukluğu hilaplık kılganlarını tövbe sözüme geçirip atıdı.
tövbe qilib, ba'zan tövbe bilan, ba'zan tövbesini kechiradi. Lekin palonahunga askil qilib, "Ey Alloh meni kechir" desa, askil qilgan odam o'tursa, u Alloh qanday kechirdi uni? 100 qatim haj qilsa kechirmaydi hamda. Masalan, shuncha. Hamda biz muflis bo'lib beradigan gapda. Rasmiy muflis hamda, muflis bo'lib boradigan gap. Nurg'un amal ibodat bilan bordoyna, bag'an degan un gunohini boshqalarniki gunohiga o'ziniki bu qilgan amallarni taqsim qilib bersa, bu tugab ketsa, undan keyin boshqalarning gunohini yutib dozoqqa kirgan Imom Muslim rivoyat qilgan hadis masalan. Ustoz, shu yuqoridamda haqsiz ravishda boshqalarga aziyat berishdilar. Haqli ravishda aziyat berishni qanday deymiz endi? Endi aziyatninki cho'ng kichik hammasi harom hamda. Bu endi haqli aziyatga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa shu qarashda. Aziyatga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa, masalan bir bola, masalan oilamizda masalan balamiz aziyatga loyiq bo'lib qolgan bo'lsa, buni o'tiramayadi deb o'tirib tanqidlab yoki quliqini tortib yoki bunday qilib uni adablaydigan gap shunda hamda. Endi masalan bir odam aziyatga o'zining nazarida loyiq bo'lib qoldi desa, bu yerda Qur'on bilan sunnat bizning dasturimiz. Qur'on sunnatga xiloflik qilgan bo'lsa u odam, xiloflik qilgan bir odam bo'lsa, tamom u odamni ham shunday o ya'ni shu tanqidlasimi, qaysi yo'l bilan tanqidlasimi, tamom endi boshqalarni ozdirib ketmiz deb nima qilsa. Lekin endi bunday aziyatga haqli bo'lib qoldi degan bilan masalan insonlarningki sizlarning ko'z qarashi bilan mening ko'z qarashim o'xshash emas. Masalan, sizning nazarlarda paloni aziyatga haqli bo'ldi desizlar, mening nazarimda haqli bo'lmadi. Paloning nazarida haqli bo'lmadi masalan. Anda bo'lgandan bu inson yada bu o'zimizning tushunchasida kallamizdagi mezon durust emas. Qur'on sunnatga selish kerak endi. Qur'on sunnat bizniki mezon endi. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi bu kundalik turmushimizdagi aziyatning bir ko'rinishlaridan bir qanchani tilga o'taylikmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kundalik turmushimizdagi shu kishilarga aziyat bo'ladigan masalalarni tafsili so'zlab bergan. İnsanlar odatda bir aziyat emas deb o'ylagan ishlar masalan. Cho'ngligi madan biladi hamda masalan, bir kimni tillash, haqoratlash, so'kish deganni kichik bolami biladi hamda aziyat. Ammo aziyat sanalmaydi o kishilarning nazarida. Ashunday ishlarning nurg'uni masalan bir kuni Rasululloh sahobalari shu yo'llardan o'ltirib paranglashadi ekan, sizlar bu yo'llarda o'ltirmanglar degandan ya Rasululloh bizning hamda bir buningdan boshqa o'tirishga yerimiz yo'q, hamda o'ltirib bunda paranglashadi ekanmiz, hamda degandan andada mesela yo'lning haqqini biringlar desa, yo'lning haqqi nima desa, yo'lning haqqi nomahramga qaramaslik, kishilarga yo'ldan o'tganlarga aziyat bermaslik, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish va bir kim salom qilsa, salomiga salomini ilik elib va alaykum assalom deyish deydi, yo'lning haqqi. Endi buni nurg'un odam oddiy sanaydi, lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nazarida hargiz oddiy ish emas, endi shuni o'g'itib qo'ygan. An hatto ibodat jarayonidami Allohga ibodat qilman degan yaxshi niyat, ya'ni yo'limiz durust, usulimiz durust, niyetimiz durust, aynda turib boshqalarga ziyon yetkazsak, yana o'chaqda yana gunoh yezilaveradi hamda. Bir qatam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba o'qib turgan vaqtida sahobalardan birisi aqsdan kelib, ayda kishilarningki mo'rilardan atlab kelib etibdi ekan, to'xta, aziyat verding, o'ltu aşağıda deb qilganda, kishilarga aziyat verding. Chunki u birinchi sabga berib savobni topmoqchi, bakroq savob topmoqchi. Lekin kishilarningki gadinga nima rohatsiz qilib bunda o'tishi hamda savobdan to'sab qo'ydi hamda uni. Durust emas hamda anda qilish hamda. Undan keyin payg'ambar alayhisalom yana bunda degan, 3 odam bir yerda o'tirsa, 2 odam ayrim paranglashmasin. Chunki anda qilsa, üçüncü kişiye aziyat vergen buldu deydi. Mesela bunu hem de bu asli İslam ve yüksek medeniyet insanların ki bu şu hissiyatıga insanlığa şunçalik köngül bildi dem, hissiyatını şunda hürmetleydi, şunda kadirleydi dem de. Aşınada bir köngülü sıkılıp kalmasın deb, aziyat vermesin deb. Aşınadım. Mesela bir adamla ayırıp kalıp işkeden paranlaşsa elbette bunun köngülü nima qildi. Yani bir hadiste fe innehu yuhzinuhu deydi. Ani köngülü bir aram qildi, g'amkin qilib qo'ydi deydi. Ani g'amkin qilganlik degan shu aziyat verganlik, shu aziyat sabablik g'amkin bo'ldi deydi köngülü. Onun keyin qo'shnilarning to'g'risida masalan qo'shnilarga haqiqiy mu'min kimki
Allah'a ve Allah'a ahiretine iman iman bolsa, etse, qo'shnisqa yaxshilik qilsin, aziyat vermesin deydi. Haqiqiy mu'min adam qo'shnisi uning xafalıqlardan, aziyatlardan xotirjam bo'lgan odamdir deydi masalan. O'shunda adam nurg'un narsani ko'rsatgan gapda hamda uningdan boshqa shu yo'ldagi bir nimani elib etishdimi? Masalan bir nimani so'zlab bergan. Bir odam yo'lda ketyapti, bir shoh yolda bir daraxtning shexi yolda turib qolibdi. U o'yladi, men chuqur buni elvatay buni, chunki bir ham musulmonga ziyon yetishdan buni elvatay deb elvatdi. Shuni Alloh taolo uning gunohlarini mag'firat qilib jannatga qilyapti deydi. Ayani bir ayolning mayna bir ustab qolgan bir nimani itni suv berganligi uchun jannatda bo'ldi deydi. Masalan, shuningki hammasi hamda kishilarni shunday aziyatdan saqlash uchun ayda qilgan harakatlicha hamda aziyatdan yomonlik yetib qolishdan saqlab bir musulmonning qo'g'diganligininki nimasi hamda. Bo'lmasa bir daraxtda elib etish bir nimani shox deganni bir elib etish degan asli bir oddiy ish. Lekin bu iymon bir hadis var ya, iman 70 neçe şahça yukarısı la ilahe illallah tüyünü yoldaki eziyetini evetişinde var. Yoldaki eziyetini evetiş. Bu yoldaki eziyetini evetiş imanın cümlesinden tamam. Evetim ben Müslümanlığa, insanlığa ve bütün canlılıklara bir ziyan yetitkan nersini ben elvatay şunu ziyan yetkizmeyi, ziyan yetmesin diyen ruh imandın. Kılvatkan işin üzü ibadet avı. Hani elvetiş üzü ibadet hemdi. Yani bir mü'minin sadır olsa ibadet hemdi. Hoş. Ustadım bir şey de hamda günlük turmuşumuzda, hayatımızda bilip bilmey birilerine aziyet yetkizip kalgan kişi qanday qildi? Hamda bilip bilmey birisiga aziyet yetkizip sağan kişi hatta yetkizmegen kişi hamda her zaman razılık elif duruş gerek hamda. Mesela şu Ramazan kelyapti deyin. Ramazan degan bütün günahlar mağfiret kılıngan ay şunda hamda. Hac keladi onun hac dema anadan to'g'mi bo'ladi deydi mesela. Ama kul hakkı, bende hakkı aşını hal kılmasak av kechirim qilinmaydi hamda. Hatta şehit cennetning oldiga kep bo'lganda uni bikimning haqqi bo'lib qolgan bo'lsa jannatga kirmay turib qoldi degan hadis var. Shahid degan hisobsiz kiritgan gap yani. Shunda to'simi. Shunga hatta o bikimga aziyat berib qolgan odamga albatta aziyat bermagan odamga o'zining do'stlari bilan, qarindoshlari bilan har bir fursatda rozilashib turish kerakda. Rozi bo'linglar mendan, men sizlardan rozi. Aramizda bundaqalıqı bir ko'ngilsizlik yoki tushunishmaslik bo'lgan bo'lsa, o'ngshvatayli deb ayda qilib turish kerak. Albatta hamda bikimga aziyat yetkazib qolgan odam uningdan kechirim so'rash kerak. Yo'li shu hamda kechirim so'rashning. Tövbeninki Allah Taolaning haqqiga qilingan gunohning tövbesi 3 dedik ya. Birisi gunohdan yüz o'rish, to'xtatish o gunohni, pushaymon qilish, qilmaslikqa bel bog'lash hamda. To'rtinchisi bandininki haqqiga munosabatlik tövbening shu 3 bilan birga to'rtinchisi bandini rozi qilish. Haqqini evagan bo'lsa berish, uni haqorat qilib qolgan bo'lsa kechirim deb kechirim so'rash yoki uqishmaslikdan bir ziyon zahmat yoki aziyat yetkazib qolgan bo'lsa, men shunday bo'libdi deb e'tirof qilib rostini deb hamda meni kechirib o'ting deb kechirim so'rash. Uningdan boshqa yo'li yo'q hamda uni eskilikda ma'niga qilib bo'lib, undan keyin kechida qo'lni ko'tarib Allohga duo qilib desa, Alloh taolo qanday kechirdi uni? Boshqasining haqqi bo'lsa o. Allah adil-g'o. Xo'sh, to'g'ri. Alloh razı olsun. Müslümanlarni ziyon zahmat, aziyatlardan qo'g'dashning hukmi. Müslümanlarni ziyon zahmat va aziyatlardan qo'g'dashniki hukmi ibadet, qo'g'dash jamda. Hem Allah Taola'nınki nusratiga ve yardımıga layık bo'lishninki bir şartı. Allah Taala deydi: "Ya eyyuhellezine amanu in tansurullaha yansurkum ve yusabbit aqdamakum" deydi. Mufassirlar bu yerda in tansurullah Allohga yordam qilsang degan gap, Allohga biz yordam qilmaymiz ki. Allah Taolaning diniga ve musulmonlarga yordam qilsanglar, musulmonlarga yordam qilsanglar, Allah sizlarga yordam qildi ve sizlarning qadiminglarni mazmut qildi. Her yerde dinde mustahkam qildi. Endi Allah Taolaga yordam qilish, hammadan endi Allah Taolaga yordam qilish degan tamam, Allah Taolaning diniga yordam qilish deb tushunadi. Allah Taolaning diniga ve musulmonlar jamoasiga yordam qilish. Musulmonlarga yordam qilish bo'lgandan keyin musulmonlarni qo'g'dash, ziyon zahmatni qo'g'dash, musulmonlarni himoya qilish aşu ibadet hamdi. Endi bazı ulamolar buni vacib farz qatoriga ko'tardi bir musulmonni qo'g'dash hamdi. Lekin hamdi ko'p sonliq ulamolar
Müslümanlığı qoğdaş, Müslümanlığı himoya qilish, Müslümanlar jamoasininki sepini mustahkam qilish ibodat deb. Xo'sh, xo'sh. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet vaktimiz bu. Tugab qoldi bir şey tugatsaq. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib 29-sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan qisqa bir vaqtimizda to'xtala olgancha to'xtaldik. Albatta nurg'un kengaytirishimiz mumkin, lekin umumiy hukm ma'no zihnimizga kirdi deb qarayman. Mushu minutlarda ustozimiz so'zlab o'tgandek bütün arzuyimiz davomli darslarimiz so'zlab kelyapmiz. Mushu Ramazondan gunohlarimiz kechirilgan, mag'firat qilingan shu baxtli bandalarning qatoriga kirishni arzu qilayotgan. Hammamiz shuni arzu qilyapmiz. Qadrli aziz xalqim, mushu soatlarda hammanglar mush bo'libmi hozir mana mushu iftorga oz qolgan duolar ijobat bo'lgan soatlarda hammanglar bir-birimizdan bilib bilmay qilib qolgan barliq aziyatlarimizni, azorlarimizni, ko'ngil og'rig'i, ranjitish, mush narsalarning hammasidan samimiylik bilan bir-birimizni kechiraylik, kechirim so'raylik. Bizmi ham men shuni o'yladim hamda shu so'zlayotganda ustoz, ko'rganlarimizni yil bo'yi bugun Ramazonga kelib, yana bir Ramazongacha ko'rishamandik. Alloh biladi, qanchilgan Ramazonga yetkazishini albatta tilaymiz Rabbimizdan. İstiqlal bo'lish suhbatimiz bilan butun xalqimizdan ko'ngilni og'ritgan bo'lsak, talablardan joyida chiqolmagan bo'lsak, hatto ba'zi saqiltib o'tgan bo'lsak, sizlarni qanchilgan qatim bo'ldi yil jarayonida. Bundan chuqur kechirim so'raymiz. Duolaringlarni bizlar uchun ham duo qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Shunday qilib men ham shaxsan butun qarindoshlarimdan ekran oldida bir kechirim so'rab olay. Mushu minutlarda bu ulug' aylarda bir-birimizni ko'ngli yerim qilgan bo'lsak, oldi bilan xizmatdoshlarimdan hammasidan bu ekran mushu butun dunyoga tarilayotgan shaklda videolik, sinliq, ovozli shaklda elinib ketsin. Hammasidan kechirim so'rayman. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilinganlarning qatoridan qilishini Allohdan tilaymiz. Allah ömür berse atiki ahirki sanimizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullahi taala va barakatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء